Kumul, Yipek yo'li g'arbiy yurtga so'zilgandan keyin barpo qilingan tunji bo'stonliq. Yipek yo'lidagi bu muhim bozor qadimdan tortib o'ttir tuzdanlik bilan g'arbiy yurtni tutashtirib turadigan darvoza edi. Tarixda oldirash savdogarlar, yiroq safarga chiqqan elchilar, din tarqatquchi mo'rtlar bu yerda to'xtab orom oladi. Ularning millati, diniy e'tiqodi o'xshamsimi, lekin bu qisqatlik zamonda ular inoq ijil yashagan. Sharq-g'arb madaniyatining almashtirilishi, ko'p millatning yo'g'irilishi hozirgi Qumulni borliqqa keltirdi. Yipek yo'lidagi bu qadimiy shahar kep ketirganlarning ko'pligi, zamonaviy imoratlar, taraf-tarafga tutashgan ravon qatnashi bilan dunyoga hayotiy kuchini namoyon qilmoqda. Shaharning chetida jimjit qad ko'tarib turgan bir qadimiy qurilish bu shaharning cho'nqur tarixini namoyon qilib berdi. Qumul shahrining markaziga 1 kilometr keladigan g'arbiy janubiy qismida shu joydagilar bebaho zamin deb ataydigan bir yer bor. Ko'lami zo'r qurilish to'pi bu yerda qad ko'tarib turdi. Har xil uslubda silingan bu cho'ng-kichik uylar orasida Qumulning tarixiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan bir sirliq jamiyatning a'zolari dafn qilingan. Ular asli Mo'ng'ul xoni Chag'atayning avlodlari edi. 1697 yildan boshlab Qumul Uyg'ur vanglari deb atalgan. 233 yilda 9 avlod Uyg'ur Vang vatanning birligini tashabbus qilib, bo'lgunchilikka qarshi turdi. Ular vatanning birligini qo'g'dash, bo'lgunchilikka qarshi turish jihatlarida zo'r to'hfalarni qo'shdi. Bo'libmi Qing sulolasi hukumati necha qatimliq ma'lumotchilikni tinjitganda, ularning tirishchiligi bilan Qumul izchil markaziy hukumatning kuchlik orqa saf ta'minot bazasi bo'ldi. Bu sirliq jamiyatni shu joydagi xalq 9 avlod Qumul Uyg'ur vanglari deb ataydi. Qumulning tarixi va madaniyati ustida to'xtalganda cho'qim Qumul Uyg'ur vanglarini, Qumul Uyg'ur vanglari o'rdasini, Qumul Uyg'ur vanglari tarixini tilga olmay bo'lmaydi. Buni tushunganda ondan Qing sulolasi mazgildagi Uyg'urlar madaniyatini tushungili bo'ldi. Pangshinli Barikul Nailik madaniyat yadikorliklarini boshqarish idorasining boshlig'i edi. Pensiyaga chiqqandan keyin xizmatga bo'lgan ishtiyoqi bilan Qumulning madaniyati, qadimiy yodikorliklarini tadqiq qildi. Bu tunji avlod Qumul Uyg'ur vangi davrida yasalgan masjid. Masjidning ko'lami cho'ng bo'lib, sharqdan g'arbga uzunligi 60 metr, janubdan shimolga kengligi 38 metr. Egilgan yer ko'lami 2280 kvadrat metr keladi. Masjidning ichiga 5-6 ming odam sig'di. Ko'lamining cho'nligi jihatdan Sharqiy Shinjong bo'yicha oldingi qatorda turdi. Yetkaq jamoasi tunji avlod Uyg'ur Vang mazgilida yaslashga boshlagan. Bu to'riklarning hammasi Tangri texidagi 100 yillik qarg'a yog'ichi. Nemishqa necha 100 yilda shakli o'zgarib ketmadi deganda, bola necha 100 yillik qarg'a yog'ichi. Uzoq yil o'sgan bo'g'ashqa u bak chidamliq. Abeydullahni kishilar tunji avlod Qumul Uyg'ur vangi deb ataydi. U Qumuldagi Bobur xonning diniy maslahatchisi bo'lgan. 1678-yili Tangri texining shimolida qad ko'targan 4 cho'ng qabilaning biri bo'lgan Jungar qabilasi bo'lgan sari kuchaydi. Atamani G'aldonning osh ko'ziga chekidan ochdi. U fursatni to'g'rilab, janubga qo'shin boshlab berib, Qumulni ishg'ol qildi. G'aldon shu joydagi hukmronligini qo'g'dab qilish uchun ayni chog'dagi diniy yo'lboshchi Abeydullahni vakolatchilikka tanlab, Darxon degan mansabni berib, o'ziga boj siliq yig'dirdi. Jungar hukmronlari shu joydagi kishilarni qo'l o'rnida ko'rib, iqtisodiy jihatdan xohlagancha talon-taroj qildi. Siyosiy jihatdan qilchi erkinlik bermadi. Ichinishli qirg'in qildi. Abeydullahning bu ishlarga g'azabi toshsimi, lekin qarshi chiqishga petin olmaydi. O'zining yomonligi yantayoq bo'layotganligidan ko'ngli yerimidi. Hamda Qing hukumati bilan Jungarlardan birini tanlamasi bo'lmaydiganligini tunib yetib, un-tunsiz kuch to'plab fursat kutdi. 1696-yili Zonmut urushida Qing sulolasi qo'shinidagi harbiy olim Fi Yangu bir qatimda G'aldonning asosiy kuchini tarmar qildi. 1697-yili 1-oyda tuyuq yo'lga kirib qolgan G'aldon Sekratdagi jinni deb o'g'ilni Barikulaga ochliq to'plashga avatdi.
Abaydulla bunundan xabar tepib, fursatning pishib yetilganligini pamladi. Birinchi avlod Uyg'ur Wang buningdan xabar topgandan keyin Gomin degan sarkardini Barko'lga avatib pistirib qo'ydi. G'aldanning o'g'li bu yerga ochiq yig'ishga kelganda uni tirik qo'lga tushirib qumulga yalab akeldi. Shu yili 6-oyda G'aldanning o'g'lini Beijingga yalab opirib, xonga topshirib berdi. Buyuk Qing xonadonligining birlik keltirish tazkirasida xotirlanishicha, Qing sulolasi hukumati Abaydullaning ma'lumotini topshirib olgandan keyin Abaydullani Qing hukumatiga ixlosi bilan yaqinlashdi deb qarab, uni ilhomlantirish uchun Mongollarning 8 qo'shoniga taklif qilib, ularni Qizil jiyaklik Uyg'ur qo'shoni deb ayirdi. Abaydullaga birinchi darajalik yasoqchi bek degan mansabni berdi. Mana bu Uyg'ur Wang jamiyatida Uyg'ur Wang degan nomning borligi kelish hisoblandi. Shuningdan tortib Abaydulla markaziy hukumat rasmiy nom bergan yerlik amaldor bo'lib qoldi. Qumul bilan Qing sulolasi hukumati o'rtasida rasmiy beqindilik munosabat o'rnatildi. Abaydulla jamiyatining Qumulda 233 yil davomlashgan jasoq hukmronligi shuning bilan boshlandi. 1698-yil kuzda Abaydulla farmoniga binoan poytaxtga berib xon bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Belgilama bo'yicha orduga kirgan har bir amaldor xos sovg'at tayyorlashi kerak edi. Shu chog'da u sovg'at tanlaganda oltin, zibuzinnat, marvoyit deganlar xonda hargiz kam emas. Bundaq narsalarni sovg'a qildiganlarmi ko'p deb o'ylab, Qumulning o'zgacha mahsuloti bo'lgan bo'g'ining jumran mungizi, bo'g'i mungizi, chinar, yiqiq, qoshtosh qatorliq narsalarni tayyorlagan. Bo'g'ining jumran mungizi, bo'g'i mungizini xon quvvat dorisi qilib ishlatsa, chinorni harbiy yurish qilganda yordorlarni jiddiy qutqizishga ishlatishga bo'ladi. Ammo bu narsalar nurg'un joyda bor. Undaqda nima so'ng'i qilsa Qumulning xos o'zgichiligini aks ettirib, xonning maqtishiga erisha oladi. Abaydulla necha kun o'ylashgandan keyin bir qarorga keldi. Bu yil qo'g'in bek o'xshidi. Havomi yaxshi. Havo yaxshi bo'lsa qo'g'in o'xshaydi. 80 ming yerdan 250 tonna qo'g'in tushdi. İbrahim Qumulda tug'ilib o'sgan. Bu qo'g'inliq bir oila kishilarining asosiy kirim manbasi. U otasidan qolgan qo'g'in terish hunari bilan butun oilasidagilarni kiyim-kechak, yemak-ichmakdan g'am qildirmayli qolmay, o'zimi kentdagi dongli qo'g'in terish ustasiga aylandi. 16 yaşımdan boshlab qo'g'in tergan. Hozir 20 yil bo'lib qoldi. Bo'g'az kenti Qumul shahri Gulbaq yesirgi qadimiy kent. Bu kichik kentda hamma oilalar Ibrohimga o'xshash qo'g'in teriydi. Ular avlodma-avlod qo'g'in terib, g'usul ilib, terikchilik qilib kelgan. Qo'g'in bu kentdagi asosiy sirat bo'lib qolmasdi yana bir xil odat, bir xil an'ana, bir xil terikchilik shakliga aylangan. Ular ajdodlarining bu yerga qachon kelganligini bilmaydi. Faqat ularning nihoyatda burilib qo'g'in teriydiganligini ham izchil davomlashtirib kelganligini biladi. Bu momomlarning aytishicha necha avlod kishilarning qo'g'in teriyotganiga 5-600 yil bo'libdi. Bizning bu kentkilar maxsus qo'g'in teriydi. Bizning bu kentning qo'g'inliq deb nomi bor. Ta'mi sherin qo'g'in garchi Qumulning alohida mahsuloti bo'lsa-mu, ammo qurg'oq, yo'l yig'ini oz Qumul viloyatida hamma joyda sherin shakar qo'g'in o'stirgili bo'lmaydi. Ilgari nurg'un qo'g'inliq suv yetishmaslikdan qurib ketgan. Bo'g'az kenti bo'lsa 300 necha yillik tarixni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, izchil qo'g'in terishni davomlashtirib kelgan. 300 necha yil ilgari Abaydulla nurg'un sovg'atlar ichidan nihoyat xoslikka ega qo'g'inni o'rniga taqdim qilmoqchi bo'lgan. U Bo'g'az kentining qo'g'inligidagi tatliq, suvli qo'g'inlarni tanlab uzgandan keyin maxsus tayyorlangan sevarga silib, to'gilarga ortib, o'zining donqini chiqaradigan safarga otlangan.
bir sivatga ikki qo'g'in silingan. Sivatning ostiga bo'lsa sho'pung yotqizgan. Jag'da deb atildigan bu qo'g'in sortining o'ziga xos alohiydaligi bor bo'lib, to'shqi qulayliq. Bir-biriga tegishib ketsimi, oson zidi bo'lib sesib ketmaydi. Yana kelib 2-3 oy saqlagandan keyinmi, ta'mi asldagidan texmi ta'mlik bo'lib ketadi. Abeydulla nurg'un so'g'a salomlarni elib, necha 10 kun yo'l yurib, tunji qitim Shahristonga borgan. U bu hayvatlik, saltanatlik o'rniga kirganda hayvatlik imoratlar, ozoda yo'ruq o'ylilar, to'rik, limlariga naqsh o'yilgan ayvonlarni ko'rib, nihoyatda mabdum bo'lib qolgan. Yangi yillik ordu ziyofatida har qaysi vazir, elchilar bas-basda Kangshi xonga sovg'atlarni taqdim qilgan. Vazir vuzrolarni Qumuldan elib kelgan qo'g'inni tetib beqishga taklif qilgan. Chunki uningdan burun hech kim Chin ordusiga bundoq tatli qo'g'inni sovg'at qilmagan. Vazir vuzrolar qo'g'inni yeganda buning nimaligini bilmay, nihoyatda hayron bo'lishgan. Sovg'at taqdim qilganda boshqa bak g'ujamlar qo'g'inni ko'rib, mushundaq narsani mo sovg'at qilamdi, bak piqsiqkan deb zangli qilgan. Qo'g'inni pichigandan keyin qo'g'inning mezlik purqi butkul o'rnini bir olgan. Shuning bilan Kangshixon bir tishlam yeb, tetib ko'rib, bosh barmoqini chiqarib, bu nas haqiqatan noyit tamlikan. Bu qayerdan keltirilgan, buni nima deydi deb so'ragan. Abeydulla Qumulda etkagan deb javob bergan. Abeydulla Wang Qumul degan so'z qo'g'in ko'p chiqadigan, qo'g'in terildigan joy degan ma'noda. Bu qo'g'in bizning Qumulda terildi degan. Kangshixon Qumulning qo'g'in ko'p teriydigan joy degan ma'noda ekanligini anglab, buningdan keyin buning ismi Qumul qo'g'ini bo'lsin degan. Abeydulla Beyjingda turgan bir yilda butkul Beyjing shahrini sayohat qilib chiqqan hamda o'rta tuzlanlikning binokorlik uslubini yoqtirib qolgan. Gugung sariyiga bo'lakchi qiziqib qolgan. Bir qatimliq ordu ziyofatida Abeydulla Kangshi xonga sadoqatini bildirgandan keyin Gugung sariyiga taqlid qilib bir qasr soldirishni o'tingan. Abeydulla Kangshi xonning huzurida markaziy xonlik qo'shilgandan keyin Hünərvən ustalarını elib Qumulga kelib, yasıdaq orda yana biz hozir etib kelyatgan Qumul Wang ordusini yasatqozgan. Maxsus tanlangan hünərvən kasıblar Abeydulla bilan Qumulga kelgan. Ular dangliq imorat yasash hunarini elib kelgandan boshqa yana o'rta tuzlanlik madaniyati va dinini elib kelgan. Qumul Uyg'ur Wangi ordusi 1699-yili yaslashga boshlab 7 yilda putgan. Shuning bilan o'rta tuzlanlik uslubiga xos orda Tangritog' bag'ridagi Qumul shahrida qad ko'targan. Tarixiy xotirlarga asoslanganda Qumul Uyg'ur Wangi ordusining ko'lami necha 100 ming keldigan bo'lib, 800 eg'iz uy, cho'ng kichik ravaqdan 9 bo'lgan. Hamma uylari noyati hashamatli silingan. Keyingi davrlarda bir qatimliq zo'r o't ofatida bu yer kuyib kulga aylangan. Ayni chog'lardagi Qumul Wang ordusi buzg'unchilik uchirgan bo'lsa-mu, ammo tarixda o'tgan Qumul Wanglarining vatanning birligini qo'g'dab, bo'lgunchilikka qarshi turganligi haqidagi hikoyalar saqlanib qolgan. 2004-yili Qumul shaharlik hukumat Qumul Uyg'ur Wang ordusini qaytadan silishni qaror qildi. Ammo ayni yillardagi Qumul Uyg'ur Wang ordusi zodi qandaq edi? Wang Tianyu 1960-yili Xinjiangga kelgan. U ilgari keyin bo'lib Qumul viloyatlik madaniyat idorasi, madaniyat yurti qatorliq o'rinlarda go'zal san'at loyihalaguvchisi va rassom bo'lgan. Shu chog'da bizning Naqshi usul o'mikimizning muavin boshlig'i Shohidin Chinmodan operasini yezibdi. Uningda Qumul Wang ordusining ko'rinishi bor ekan. Meni bu operaning dekoratsiyasini ishlashga mas'ul qildi. Operaning ichki ko'rinishida Qumul Wang ordusi tasvirlangan.
u chog'da menda Qumul Van ordisining shakli to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q edi. Shunga dekoratsiyani ishlayamadim. Qumulda Hofiz ismli bir bo'g'ay bo'lib, yeshi 90 dan oshgan, salomatligimi yaxshi emas. U bir umr sirchilik qilgan. Men Hofiz bo'g'ayni izlab topdim. U menga Van ordisining ko'lami bahcho'ng, shakli Xanzullarning qurilishiga o'xshaydi. Xanzullarning qurilishidan hech qanday farqlanmaydi. Uyning limiga rasm chizilgan, to'riklari qizil sirda sirlangan deb javob berdi. Bu kishilarning tasvirlab berishi bilan Wang Tianyuning kallasida Qumul Wang ordisining qisman joylari tadrijiy shakllanishga boshladi. Wang Tianyu Qumul Wang ordisini texmi aniq bilish uchun Wang ordisiga oid materiallarni izlashga kirishdi. Ammo Qumulga aloqador nurg'un hujjat materiallar ichida Wang ordisi qurilishiga aloqador tafsiliy xotirlar yo'q edi. Mushundaq tipik qurilish, rivoyat tusini olgan hikoya nemishqa xotirlanmay qolgandi. 1983 yildan boshlab Wang Tianyu Qumul Wang ordisi va Wang ordisiga oid hikoyalarni izlab ratlashga boshladi. Shu chog'da Qumul Wang ordisini bildiganlar bor. Vaqtning o'tishi bilan bu kishilar vafot bo'lib ketsa, bildiganlar qolmaydi. Wang ordisining shaklini asliga keltiramasak, qanday qilamiz? Buni o'ylab men o'zimni jiddilashib qoldim. Wang Tianyu kuyib kulga oylangan Qumul Wang ordisining xarobasini topdi. Ayni yillari Wang ordisida ishlaganlarni topdi. Ularning tasvirlab berishi bilan Wang ordisining qiyofati uning ko'z oldida bara-bara aniq namoyon bo'lishga boshladi. Ko'chada yerni chamdab o'lchadim. Qaysi ho'yla qayerda, o'rni qanchalik keladi deganlarni taxminan o'lchab chiqib ko'nglimga pukib oldim. Ko'nglimda son bo'ldi. Qaytib kelib sizdim. Yerga belgi urib mangdim. Hammil yerga belgi urib bo'lolmag'achqa qaytib kelib rasmlarimda sizdim. Ondan rasmni opirib o'xshadimi yo'q deb uningga ko'rsatdim. Ba'zi joylar o'xshabdi. Yana ba'zi yerlari o'xshamay qopdi. Uning digini bo'yicha o'zgartdim. Ular endi o'xshabdi desa, ondan yana bir rasmni sizdim. 15 yil ziyorat qilish, rasm sizish, o'zgartish orqali Qumul Wang ordisining umumiy qiyofati tadrijiy shakllandi. Wang Tianyu 20 yil vaqt sarf qilib, Qumul Wang ordisining hammili ho'yla ayvon saroylarining shaklini tafsili sizib chiqib, 2003-yili Qumul Wang ordisining asliga keltirilgan rasmini tuttirdi. Shuningdan keyin kishilar Qumul Wang ordisiga nisbatan aniq bir tunishga ega bo'ldi. Wang Tianyu asliga keltirib sizgan rasmga asosan qayta yasalgan Qumul Wang ordisi garchi ilgirgidek ko'lami cho'ng bo'lmasa-mu, ammo ayvon saroylarining o'gisiga yotqizilgan rangli koyish, uchburjak girvaklik o'gza, naqsh chiqarilgan to'riklari, bog' o'rmonlar bilan giralishib ketgan ho'ylilar intoyin hayvatli ko'rindi. Oldimizda ko'rinib turgan Qumul Wang ordisining butun ko'rinishi, ustidagi va ostidagi barliq imoratlarni bu yerdan aniq ko'rgili bo'ldi. Hozir Qumul Wang ordisi va uningga yondashtirilgan qasrlarni ko'rib turyapmiz. Bu qasrlar o'rda imoratlarining uslubi bo'yicha chizilgan. Bularda o'rta tuzlanlik madaniyatining g'arbiy yurtda o'zlashtirilgan binokorlik uslubi nihoyat quyuq ifodalanib turdi. Masjid musulmonlar namoz o'taydigan so'rin. Masjid odatda tipik islom binokorlik uslubi bo'yicha silindi. Ammo Qumul Wang ordisidagi masjidda turli binokorlik uslublarining giralishib ketganligini ko'rgili bo'ldi. Hozir ko'rayotganimiz Qumul Wang ordisidagi masjid. Bu masjid alayda uslub silingan. Bundaq ko'p millat, ko'p xil madaniyat omillari yo'g'rilib ketgan masjid Qumul Wanglari davrida silingan. Masjidning qubbasida hilol oy shakli bor. Bu qiblaning belgisi. Uning ostiga qaraydigan bo'lsak bir sharchi bor. Bu sharchining ostida 8 burjak ko'rinadi. Bu Mo'ng'ullarning qalpiqining shakliga o'xshaydi. Uning ostida Xanzullarning binokorlik uslubiga yetadigan chosi uy bor. Chosi uyning o'g'zisi islom dinining gumbaz shaklli binokorlik uslubida yepilgan. Shunga bu masjidni har qaysi millatlarning madaniyat binokorlik uslubi singdirilgan masjid deyishga bo'ladi.
Şinjanğa nisbatan aytganda ayni chog'dagi bu masjid o'zgacha uslubdagi masjid hisoblanadi. Madaniyat va binokorlik madaniyati nuqtasidan aytgandimi, har qaysi millatlarning uslubi bu masjidda to'liq aks etgan. Shunga Qumul vanglari davridagi bu imoratlarning shaklini har qaysi millatlarning imorat uslubi yo'g'urilib ketgan, universal ideya aks etgan shakl deyishga bo'ladi. Masjidga har xil uslublar mujassamlangan. Van ordisiga ko'plagan millatlarning binokorlik san'ati singdirilgan. Abaydullah Van Qumulni idora qilgan 40 necha yilda ayni chog'dagi hokimiyatning chegara rayonini birlikka keltirish va muqimlik ishlariga g'oyat zo'r to'p qo'shgan. Uning yetakchiligida ko'lami cho'ng Qumul shahri barpo qilingan. O'rta tuzlanlikdagi usta hunarvanlarning kelishi bilan o'rta tuzlanlik madaniyatiga oid nurg'un imoratlar bu yerda qad ko'targan. To'g'liq mazar Qumul shahri shahar ichi yezisining Ordu Qovuq kentiga joylashgan. Bu mazar 1779 yil yaslashga boshlagan. 1917 yildan 1919 yilgacha qayta remont qilingan. To'g'liq mazarda eng qadimiy ravoq bor bo'lib, bu ravoq Qumul viloyatidagi qadimiy ravoqlar ichida eng mukammal saqlanib qolgan. Buning o'ymichiligi, yasilishining inchikligi ham nafisligi bilan mushu yerdagi ravoqlarning ichida eng yaxshi ravoqlarning biri hisoblanadi. Uningda asosan Xanzullarning madaniyatiga varislik qilingan. Ravoqning ustiga o'yilgan bu narsaga qarang. Bu lampaning ustida qora o'rik, ketran, bambuk qatorliqlar bor. Bu narsalar Xanzu madaniyatining tipik vakillaridir. Ayni chog'da Qumul Uyg'ur Van ordisini yasig'anda Beijingdan Xanzu hunarvan taklif qilgan bo'lib, shu yerdagi Uyg'ur hunarvanlar ulardan hunar o'rgangan. O'rganib bo'lgandan keyin Xanzularning madaniyatiga mukammal holda varislik qilgan. To'g'liq maziri garchi olamshumul o'zgarishlarni beshidan kechirgan bo'lsa-mu, qiyofati qilchi o'zgarmadi. Şinjan'daki boshqa donliq mazarlarga o'xshamayligini, bu mazarda qadimiy daraxtlar palakka to'qashgan. Chosa qo'ru shaklda o'rinlashtirilgan bo'lib, quyuq o'ttura tuzlanlik binokorlik uslubiga ega. Abaydullah tunji avlod Uyg'ur vani deb atildi. Garchi haqiqiy xon bo'lmasa-mu, ammo o'zi yashagan shu davrda u Qumulning tinchligi va taraqqiyotiga, jumladan vatanning birligi uchun zo'r to'p qo'shdi. O'tmishga nazar solganimizda uning Qumulda qoldirib ketgan iznolari ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Mayli diniy erkinlik, millatlarning yo'g'irilishi bo'lsin yoki hunar texnika almashtirish va san'atning tang mavjud bo'lib turishi bo'lsin, hammasi Qumulning o'zgacha tarixiy madaniyatining o'lidir.